Mer Privilegiy banki bilan qulay kurs bo'yicha pul o'tkazmalarini amalga oshiring. 2024 promokodidan foydalaning va qo'shimcha chegirmaga ega bo'ling. Mer Privilegiy ilovasiga o'ting va O'zbekistonga o'tkazmalar tugmasini bosing. O'tkazmani qabul qilish turini tanlang. Qo'shimcha chegirma olish uchun summa va 2024 promokodini kiriting. Qabul qiluvchining ma'lumotlarini to'ldiring. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldiring. Ma'lumotlarni tekshiring va o'tkazmani amalga oshiring. 2024 promokoddan foydalanishni va yaqinlaringizga tez, komissiyasiz va foydali pul o'tkazmalarini amalga oshirishni unutmang. Mer Privilegiy. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Behzod Mamajonov, siz Asr vaqt YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Oxirgi vaqtlarda FMI Sarxovda nima holat bo'lyapti? Shu videoda aniq ma'lumot beramiz. Hozir farg'onalik akamiz Sarxovdan kelib, to'g'ri bizni oldimizga keldilar. Qandoq qilib Sarxovga borib 2 soat, 3 soat ichida topshirsa bo'ladi va bir kunni kutib o'tirgan odamlar bor. Shularga maslahat bermoqchimiz. Aka, assalomu alaykum bir bor. Siz O'zbekiston Farg'ona qayerdansiz aka? Qo'qon shahrida. Mana shu hozir biz Toshkentga keldingiz, to'g'rimi? Ha. Sarxovda nima holat? Qancha vaqt topshirib bo'ldingiz va odam necha mingta odam bor aka? Endi buni boshidan aytgan bo'lsam, Sarxovda juda odam ko'p. Где-то bir 10 mingtacha odam bor. Biz onlayn ochlet olib, to'lov qilib, oldindan to'lov qilib bordik, kirdik. Kirganimizda o'zi kirgan zahotimiz o'zi 1 soat ichida bizni chaqirishdi. Где-то bir 2 soat, 3 soat vaqtimiz ketdi. Shu bilan hamma ishlarimiz tugadi, qaytib keldik. Mana shu MMC migrant programmasi foydali ekanmi? Juda ham. Qancha pul to'ladingiz? Yangi keldingizmi yo ikkinchi marta kredit qilyapsizmi? Qanday bo'ldi sizda? Yangi kelishim. Yangi kelgan odamlar, mana siz qancha pul to'ladingiz? 22.400 dollar. Значит, sizda sertifikat bo'lgan, to'g'rimi? Ha. 22.200 mana sertifikat bu odam, to'g'ri? Siz qaysi metrodan bordingiz aka? Misol uchun mana soat bizni ofisga yetib keldingiz, soat 2:55, to'g'rimi? 55 da. Ertalab nechta chiqib ketgandingiz? Talon nechiga edi? Hop 10:30 ga olingan. 10:30 ga olingan. 10:30 ga olingan. Siz примерно 10 ga yetib bordingiz, a? 10 ga yetib borganman. Ishingiz hal bo'ldi, to'g'rimi? Ha, albatta. Hozirgi kunda mana shu programmadan talon yoki ochat olish hamma o'zi uchun oladi, boshqa uchun ola olmaydi. Ko'pchilik mana shu narsani bilmaydi, aytib qo'ymoqchiman, chunki oldinlari bitta telefondan shofyorlar olib bera olardi. Hozir uni iloji yo'q. Har bir odam o'zining telefoni bo'lishi kerak, o'zining sim kartasi bo'lishi kerak, o'zi olishi kerak. Agar siz nomingizda bo'lmasa, извините deb chiqaradida. Agarda siz ham xuddi shu akamizga o'xshab borib 2 soat, 3 soatda hal qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu videoni ochib ko'rsangiz, qanday qilib talon olish kursidaman. Faqat u yerga pul, misol uchun 22 ming to'ladingizmi, mabodo qaysidir bir sabab bilan o'ta olmay qolsangiz bugun, ertasi kun soat 8 ga pul qaytib tushadi. Bir xil o'ylaydiki, talon olsam nima bo'lib qolar ekan deydi, hech nima bo'lmaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimasdan olish kerak. Aldamaydi, bitta hamma narsa qonuniy bemalol olishlari mumkin. Kim ertalab barvaqt 5 ta turda uyqudan turib borib, kechqurun 8-9 ga qolib ketmasdan mana shu nimadan olsa ham bo'ladi. Videorolik oxirida xudo xolisa shu qanday olishni bilmaganlar uchun kursdaman. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. Bundan tashqari o'zimizni foydali bo'lgan reklama. Hozir mana siz patent olishingiz uchun sizni o'zingiz telefoningiz bo'lishi kerak, o'zingiz sim kartangiz bo'lishi kerak. Boshqa sim karta bo'lsa ham bo'laveradi, lekin o'zingiz usuldan ham yaxshi. Yangi kelgan musofirlarni 5 ta problemimiz bu yerda hal qilyapmiz. Bizning adreslar qayerda? Ekranda bo'ladi. Metro Tulskiy 2-vahat, Petrovskiy Razmovskiy 1-vahat bemalol kelishlari mumkin. 500 rublga bitta sim karta olsangiz, singiz, biometriya, boshlugi, karta T-bank hammasi besplatniy tushadi va bundan tashqari kimmi qo'lda turdoy dogovor bo'lsa, udan topshirib beramiz. Va bundan tashqari pasport 1 soatda chiqadi, kelishlari mumkin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ekranga nomer qoldiraman, ishonchli grensiya xizmati hamda aviakassa xizmat keraksa bemalol telefon qilishlari mumkin. Aka mana keldilar hozir, ishlarni to'g'rilab shu yerdan xudo xolisa ko'ngil to'q qilib chiqaveramiz. Sizga xudo xolisa Farg'onadansiz. 40:00 yoki 00:04 nomer qilib chiqaveramiz aka. Voy, joningiz sog' bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Musofirda yurgan do'stlarimizga, qiynalib yurgan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Sizning manzil metro Tulskiy 2-vahatdan chiqib, siz o'ng qo'lga burilib shu yerga kelasiz. Bu yerda Targoviy Center kорабль joylashgan, mana shu baland domi ostida. Bu kорабльga esa o'ng tomondagi podzemkadan o'tib kirib boramiz. Ichkariga to'g'ri kirib borsangiz, Sberbankning oldida biz topasiz. Bu yerda biz nima ish qilamiz? Singiz biometriya, gos uslugi, sim karta hamda bank kartasi beramiz. T-bank
besplatniy faqat 500 rublga sim kart sotib olsangiz bo'ldi va sim kartga o'zingiz pul qo'yib olasiz. Va bundan tashqari 1 soat ichida pasport beramiz va turdoydagor qo'lda bo'lsa uydan bilan jo'natib beramiz va vasstanani gost usul ham qilamiz. Telegramni uстановка qilamiz hamda bu yerda podat dokument na patent ustiga bosamiz. Moskva yoki obraz kerakligini tanlaymiz. Dalее Saxar o'zi kelib chiqadi. Net patent bossangiz osonroq bo'ladi. Подтверждаю. Далее bu yerda telefon nomer обязательно pasport seriyani kirgizish kerak. Dalini bosamiz va bu yerda o'zingizga kerakligini tanlaysiz. Misol uchun sizda sertifikat bormi? Buni ustiga bosasiz. Перевод pasport bormi? Всё, yesni ustiga bosasiz. Ana kamaydimi? Dali. Bittan o'zingizga kerakligini любойni tanlaysiz. Dali. Через SPP. Всё, sizga ko'rsatadi. Ertangi kunlikka yoki shu bugunlikka qanchaga, qaysi vaqtga talon bor. Misol uchun 12:30 bosamiz, dalini bosamiz. Buni ustiga bosamiz, ketdi. To'g'ri mana kartaga olib kiradi. Shu yerdan o'zingizga kerak bo'lgan qaysi bank bo'lsa, ustiga bitta bosasiz va kartani danisini kirgizsangiz kod keladi. Kod tersangiz sizga уже сразу talon beradi. Talonni olib borib Saxirga kirganda ichkari ko'rsatasiz va o'sha taloningizni skrin qilinda sizga boshqa bir talon beradi. O'sha talon bilan siz bemalol kirib keta olasiz. Videoga like bosib, tarqatib qo'ying.